Skelet yoki suyaklarimiz hayotimiz uchun, tanamiz uchun juda muhimdir. Usiz tanamiz shakliga ega bo'lmagan rezina kabi bo'lib qoladi. Organlarimiz bir-biriga aralashib ketadi, hattoki tasavvur qilish ham qo'rqinchli bo'lib qoladi. Bugun biz skelet qanday yaralgan va tartibli ravishda joylashganligini ko'rib chiqamiz. Skelet o'zi qo'qqisdan yaralganmi yoki boshqa yo'l bilanmi? Avval ehtimol nazariyasiga mantiqiy misol bilan qaraylik. Tasavvur qilib ko'ring. Kubikni bittasini tashlaganda darrov 4 tushish ehtimoli 6 dan 1. Boshqacha aytganda 4 chiqmay qolish ehtimoli 6 dan 5. Endi ikkita kubikni birga tashlaganda darrov ikkalasini ham bir vaqtning o'zida teng 4 tushish ehtimoli 36 dan 1. Ikkita kubikni ketma-ket 2 marta tashlaganda har safar 4 tushish ehtimoli 1296 dan 1. Bu yerda 4 chiqmay qolish ehtimoli 1296. Yanada aniq aytganda 4 chiqib qolish ehtimoli juda nihoyatda qiyin. Xuddi shu ikkita kubikni ketma-ket 4 marta tashlaganda 4 tushish ehtimoli 1,679,616 dan 1. Tasavvur qiling. 1,679,616. Oddiy ikkita kubikning ketma-ket 4 tushish ehtimoli juda yuqori ekan. Endi odam tanasidagi 600 ta suyakning bir-biriga mos ravishda joylashish ehtimoli qanchadan qancha bo'lishi mumkin? Aniqroq aytganda, buning hammasi qo'qqisdan yaralgan degan bema'ni nazariya nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Odamlarni suyaklarini to'plab bir sumkaga solamiz, deylik. U sumkadan bir suyakni olib, skeletni qurishni boshlaymiz. Agar noto'g'ri suyakni olib qo'ysak, oldin qurilgan skeletlarni qaytadan sumkaga solib, qayta boshlaymiz. Boshqacha qilib aytganda, bir sumkadan suyakni birma-bir olib, ketma-ket skeletni qurib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qiziq, 206 ta suyakning bir-biriga mos ravishda chiqish ehtimoli qanchadan qancha bo'lishi mumkin? Trillion sonlari bilan hisoblash juda qiyin aslida. Demak, qo'qqisdan suyaklarning bunday tartibli ravishda joylashishi mutlaqo mumkin emas. Mantiqqa to'g'ri kelmagan, qorong'ulikka, odamni kulgisini keltirgan bir nazariya bu qo'qqislik nazariyasi. Endi bu suyaklarning qo'qqisdan bunday joylashishi mutlaqo mumkin emas bo'lganda, suyaklarning qo'qqisdan yaralashini aql tasdiqlay olmaydi. Boshqacha qilib aytganda, odamning suyaklarini qo'qqisdan yaralashi mutlaqo mumkin emas degan nazariya bilan dalilladik. Endi yer yuzidagi insonlarning skeletini tasavvur qiling. Ular bilan birga barcha hayvonlarning suyaklarini tasavvur qilib ko'ring. Qanday qilib qo'qqisdan yoki o'z-o'zidan eng mukammal shaklda yaralib va tartibli ravishda joylashib qolishi mumkin? Shunday qilib barcha yaratilishlarning organlari va ularning joylashish tartibini ko'rib chiqing. Qanday qilib qo'qqisdan yaralib, o'z-o'zidan qo'qqisdan joylashib qolishi mumkin? Ey aziz birodarlarim, qo'qqislikka tayanganlarning yaratilmishlarning yaratilishida Alloh yaratmadi deb aytib qanchalik qiyin, mumkin bo'lmagan kulgili nazariyalarni qabul qilayotganligini ko'rdingizmi? Ularning so'nggi nazariyalari aqlga sig'maydi, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Albatta bunday ajoyib yaralish bo'lgan skeletimizni yaratgan va bir tartibda aqlga mos ravishda joylashtirgan yaratuvchi Alloh taolodir. Bu faqat aql sohiblari uchun shu skeletgina buyuk haqiqatlarni ko'rsatib turibdi.